Azizlar, navbatdagi bemorimizga bir hafta oldin yuqori va pastki qovoqlarda blefaroplastika o'tkazib berganmiz. Juda ham chiroyli natija bo'lgan. Shishlarimiz, ko'karishlarimiz minimal darajada bir haftada juda ham chiroyli rezultat yuzaga kelgan. Azizlar, natijani ko'rsatay sizlarga. Ikkala tomonda ham mana simmetrik skladkalarimiz shakllangan, ko'z tashqi burchak ko'zning ost qismidagi ajinlarimiz to'liq ketgan. Ikkala tomonda ham yaraning iziga e'tibor qilishlaringiz mumkin. Bilinar bilinmas bo'lib turibdi. Bir haftada bilinmaydigan darajaga kelib qolgan, xudo xohlasa. Ko'z tashqi burchaklarimiz ham ko'tarilgan. Ko'zimizning yonidagi ajinlar ham qisman ketgan, 100% ketmagan bo'lsa ham, o'zi bu qovoqlar operatsiyasida bu ajinlar 100% ketmaydi, ba'zi bemorlarimiz so'raydi. Xullas, menga natija juda ham yoqdi. Opajon, qanday natija o'ziga yoqdimi? Juda ham xursandmisiz? Albatta. Ko'rganlar Kutganimdan ham avval ko'rganlar ham havas qilyapti, chiroyli chiqibdi deb. Kamida 10 yoshga yashargan opamiz. Video davomida oldingi holatlarni ham joylab o'tamiz. Azizlar, bizlarni kuzatishda davom etingizlar. Sizlarga bundan da super natijalar ulashishda bizlar davom etamiz.